mana qarang, oldida yo'q deb bo'lib turibman. Do'chiram ko'p, bitta like bosib qo'ying. Rosta gazim Amerikaning maxluqlaridan orqadagi qo'chqor logosiga odam maza qiladi. 5-7 xemiy motor, yo'l tanlamas. Rosta gazim 4 ta balon tortadi. Bitta gazni bossangiz oldini ko'taradigan maxluq aynan mana shu bo'ladi borku. Umuman yo'llarni tanlamay ketaverasiz. Qarang, Taho'dan ham menimcha yaxshigina bahaybat mashina hisoblanadi. Eng qizig'i bu xemiy motor va limited pozitsiyasi. Limited pozitsiyasi maksimum full bo'ladi. Bo'ldi, qarang, ko'ja emas, joyi o'zi yo'q. Mana bu tablolarni dizaynini ko'ryapsizmi? Yorvorga. Mana qarang, gazni bossangiz yer jigarni sug'urib oladi. O'rta konsoldagi boshqaruv paneli knopkalari qarang, pnevma podveskalarigacha bor. Shu darajada boshqaruv knopkalari ko'p. Mana o'rtadagi bar, yana bitta skameykadagi gap. Polni panoramali, orqada akustikalarni ko'ryapsizmi? O, patologdagi xullas maksimum full limited. Prostoylar bilan adashtirib qo'ymang. 2021 52 ming probeg. Mana bitta Miatina buni taqillatib chiqarib yuborish kerak. Ko'rasizmi? Kichkina mashina yaxshi to'yib borsa, saqillatib chiqarib beradi. O'z uchun tekshirtirib qo'ygan joyini srochniga bu xemiy motor Dodge Ram Limited'ini azmanma. Har kuni odam bilasizmi, 2-3 litr suv ichish kerak deyshadi. Simma suv chiqargan bilasizlarmi? Mana shu suvdan mashinaga qo'yib olib yoki uyga ham katta 20 litrliklar bor. Shuni olib kirib olib, ichib yursanglar bo'ladi. Simma vator esingizda qoldi, problemini ham qoldiraman. Hamkorlikda ishlasanglar bo'ladi. Srochniga bu Dodge Rammi bilasizmi necha pul? 65.900 ga bosib olsangiz bo'ladi. Bitta like bosingiz, chetga chiqarganmisiz, bosib oling.